CI. Oylikda CI misol uchun bu ham bozorda уже bo'lmaydigan darajaga tushib, keyin yana qo'zg'alish qilgan. Hozircha fairvalue gap yo'q. Order blok ham hali tugallanmagan. Bu nayzaga aylanib qolishi mumkin. Order blok ya'ni 19 kundan keyin ma'lum bo'ladi. Haftalikda bu yerda ham bozor nima? Pastga burilgan, ya'ni qatgacha tushadi. Fairvalue gap hosil qiladimi yoki qoplaydimi? Unisiga hali haftalikda javob yo'q. Kunlikda CRT shakllangan, ya'ni bozor ko'tarilgan. Fayli olingandan keyin toshbaqa-sho'ra qilib pastga qarab tushib yotdi. Kunlikda ham bir ijobiy xabar yo'q bozor tepaga ketishiga hozircha. Lekin bu yoqda nima bor? Fairvalue gap bor. Kunlikda va bu yoqda fairvalue gap bo'lgan. Qanchalik bu bozor bu yerdan qulayladi? Savol tug'iladi. Va umuman olganda, mantiqan olganda bozor ko'tarilgandan keyin payga kelgan, ya'ni cho'qqiga kelgan, ya'ni korreksiya qilish kerak. Korreksiyasi misol uchun mana bu yoqda korreksiyalar bor. Kelayotgan korreksiyalar bor. CIga shunaqa qarayapman. 4 soatga o'tamiz. 4 soatlik high low misol uchun bu yoqdan oladigan bo'lsam, mana order blok bo'lgan joydan oladigan bo'lsam, misol uchun eng yaqinini, misol uchun high low va ya'ni kunlik fairvalue gap da hududida order blok shakllangan. Ya'ni bu juda ham kuchli zona va bu yoqda mana undan tashqari mana bu yoqda fairvalue gap bor 4 soatlikda. Bu yoqda bor va bu yoqda edi. Hozir biza shu hududda order blok shakllanadimi yo'qmi shunga qarashimiz kerak bo'ladi. Allohu a'lam. Hozircha tepaga bozorga kirishga bir signal bormi? Yo'q, o'ylayman.